Assalamu alaykum dostlar, yaxshimi, yaxshi turdinglarmi? Azroq bir xulosalab qo'yay dedim bugun. Birinchi oyning 5-ida, xatolashmasam birinchi oyning 5-kuni bir naq maydon qilgandim. O naq maydonda vatanga Amerikadan qaytgan, ham qaytish oldidagi bir necha xonimlar to'g'riliq naq maydon qildim. O naq maydondan keyin ayrim xonamga nurg'unlagan ovoz yoki telefon, messenger orqali. Anandakin ba'zilarninki uchurlarni ivatib qaytarib olishlari bo'ldi. Buning ichida Muradil D deb birsi ivatib qaytarib olib ashunda qilgan ish bo'ldi. Buningki kim ekanligini surishtirib baxtim Amerikada bir nechasidan so'rsam, Ömer Qanatninki qaynotchisining o'g'li buni nima ishi vardı deganlar bo'ldi. Hamda nima ishi vardı o'zi biladi. Qaytarib olgan narsalarni rasmga tortib elib oldim. Qaytarib olganingni hamda u Ro'shan Talat bilan tuqqandochiligi bormi bularning yoki yildiz tutashmoni belgilolmaydi. U Ro'shan Talatninki yanala 1-oyning 12-si vatanga qaytganligi ustidami bir nechasi bir narsani ivat qo'yibdi. Men bularning qaytishiga ichim torliqigini yo'q. Hayron qoldim. Muşu 7-oyning 5, 2009 7-oyning 5-ida mushundaq bir tutish buyrug'i chiqarilgan odamninki yurak degan vahshiy bor ekan, vatanga da'vo qilib oramdigandi deb turib hayron qilib turib so'zlab qo'ydim. Bir odam bir narsadan qutulaman desa, kasaldan qutulaman desimi, ashuningga tirishidi, saqiyishga qarab tirishidi. Xudodan tilashdan boshqa saqiyish uchun doktorxona izlaydi yoki uni buni qilib baqidi, sabab qilib baqidi, sababning olimi deb. Lekin Xitoydan qutulishga bo'lsa-mu 74 yil tirishdi deb o'ylasaqmi, bir Uyg'urni tuntammidik deb Uyg'urni tuntimiz, Turkiyada Uyg'urni tuntimiz desa adam keyni bilan kulmay qolmaydi. Ko'chalarga chiqib do'ppini ko'tarib turib, atlasni qo'ltig'iga qistirib turib tunutimiz deb yurganlar bor. Germaniyada bor, u yerda, bu yerlarda bor. Agarda da'voning nishoni zamin da'vosi bo'lgan bo'lsa, bu vaqt tunaydi. Solih xudoyorlar qilyotdi. Tunimaganlar yo'q-ku. Tuniyotdi. Ham tirishyotdi. Bir yerlardan javob chiqsa, hammani to'g'ri chiqa olmaydi. Chiqas butun buzadiganlar bor. Davomli buzib kelgan ham buzg'unchilar shuning uchun chiqolmaydi. Bizning ovoz qo'shishimizga tegishli yeri kelgan chaqda anandikin murojaat qiladi. Mandaq imzo tashlaydigan ish bo'ldi, ovoz qo'shadigan ish vaqt keldi degan chaqda biz anonga ovoz qo'shimiz. Biz xalq bo'lish sutimiz bilan. Men bir tashkilotchi emas, yoki tashkilot qurg'unim yo'q, yo tashkilotga kirganim yo'q. Mushu hozirdan 74 yildan yoqi Uyg'urning qanchalik tashkiloti bordi? 2023'da Gollandiyada ichilgan tashkilotning qanchasi bordi? Türkiye'de içilgini olmayat kapasın. Eğer rast dava bo'lgan bo'lsa, kishi beshiga bir tashkilot qurilib ketmaydi. Birning ostiga uyushmagan taqdirdami, nishon bir bo'ladi. Yahudiylarma ayni vaqtida ashundaq bizga o'xshash bir ishlarga uchrab ekan, tashkilot degan qurilib ketibdi. Voy madaniyat, voy til deb ketib ekan. Keyin o uqibdi. Hammasi qo'saq vaqt bo'lib ketgandan keyin. Vatani qurilgandan keyinmi tilni bir yerga akilish uchun shunda kuchab ekan. Qayliq ona til deb bo'lamay ketganlar bor ekan ularningmi. Tilni birlikka akilish uchun faqat 3 oyda sarf qilibdi. Savodi chiqib ketibdi. Bo'lmasa hammasi o'xshamagan tillarni so'zlaydiganlar ekan. Uningga siz unchalar asli qo'shiman deb turib, yanchiq baqadigan davoni Uyg'urga rasmiy bir da'voda ko'stib, yolg'onchilikni, endi mustaqillik degan tonni kiyib olganlarmi bor? U tonni kiyib olib o'ltiribmi, boshqa ishni qilayotganlar bor? Bilmaymiz emas. Faqat ba'zilarninki chiqargan mayli imzosi olsun, ba'zan nimalari bizningmi manfaatimizga to'g'ri kelganligi uchun ovoz qo'shimiz. Ishqa ovoz qo'shimiz.
Adamlarninki qandaq adam ekanligiga u bo'lganini biz bilmasakmi, ba'zi narsalarning to'g'ri bo'lsa, shu g'ulomkam degandek to'g'ri ishga ovoz qo'shmiz. To'g'ri emas ishga yiroq turmiz. Chunki po'qib ketishdan nihoyat andish qilaman. Men 2019da qisqa muddatlik ekran ochgandim. Buni taklif qilatdim. Chunki boshqalarning havolasi bilan. Men Salih Xudoyorni taklif qilgan, o'zim taklif qilgan. Onundan keyingilarni asosiyatni haqlab, voy ma vatanparvardi, voy ma mustaqilchi demaydi hamda u vaqtlarda ma vatanparvardi deydi. Anaki ma millatparvardi deydi. Ma Uyg'ur uchun bunday yaxshi ish qilgan deydi. Voy beshigi to'la da'vo qilyapti, 24 soat da'vo qildi degandikin, bunda odamlar vaqt beshikda turiblar, da'vo qila oladigan, ularga biz hamda ras tunagilla o'yg'ongan bo'lgandikin deb o'ltirib, ularni ekranga chiqdim. Lekin birisining burun Xitoy xotinib baqqan, yana birisining bir yerda zavodlari var, yana birisining yana birim bor deb turib chiqib o arxiv idoralarida ishlagan vatanda uchi degandikin, voy to'xtab tur, endi po'qib ketmayman, bular to'nimagandikin, bularning ostini bir mudal surishtirib baqsa, ana ular ma tuqqan, mana ular tunish, mana ular baja Aşındaq bo'lgandikin, voy bo'ldi deb turib u ekranni etib o'zimni so'zlayman. Men burun degan shu Erkin Osiyo radiosining xabarlarini rost deb o'ylaydim. Eng qisqa Shuhrat O'shur bilan paranglashib baqqan, ovozmi qo'shib baqqan. Hammasini ovoz qilib meyapti ekan, men Xudoga shukri. Shuning bilan voy bu sizlar nimishku telefon ura olaysizlar vatanga desam, "Ha, ura olaymiz u bu" degan. O'ylab beqinglar, biz vatanda vaqtimizda hamma oila deydigan aileler toq. Şundaq erkin azadi sözleşelim toq. Aşındaq bir telefonlarını elip çetelden kelgen telefonlarga ziyaretini qabul qilalam toq. O mümkün emas. O yalgan. O'rinlashtirilgan bo'lmasa mümkün emas. Jixlarning qaysi shujilar, qaysi nimalarligini bilib yetdik. Burunlarda aqin tekshirib baxmagandan keyin, bilmagandan keyin, kitoblarni chiqarsa o kitoblarni o'qimagandan keyin bilmabdimiz. Onundan keyin izlendik. İzdeniş jarayonida bölüşüp turib ba'zan kitoblarni o'qidik. O'qiganda o kitobning mazmunlari boshqacha. Hem o'zlarining deb solgan yerlari bor. Bu Erkin Sidiq Dolqin Isoga xalta kep bergan yerlari bor. Yana birisining yana bir yerga qaytgan yerlari bor. Bulturma qaytgan yerlari bor degandek. Burunlardaki o şu bir top resvalarının hem de şunda şapakçı buzluq muşundaq adamlarının mı dava dese belki doğru iş qıvatqandı dep oldu bir eğiz gap baxman. Hazırki kadar bazılarga şundaq yüz xatır qıp geldim. Bazılar bilen burun tunuşluğum bardı. Bazılar bilen hem de savaqdaşlıq hem de bir şehirde oqып baqqan degan yerler var. Yana bazılar bilen yana bir mundaq bir tunuş Mındaqlıqlar bo'lgandikin, hozir qadar yuzni qarib etib qo'ymadim. Qarib etay desam, qarib etalayman. Lekin sen ko'taranmaysa, 2 minutlik joyingni tepib qolsa, og'rib qolsa ba'zilaring bor-ku, gaqmayman. Chunki diqqatni burmay deb turib, burun yoqi biz bir nechimiz deyishib oldik. Diqqatni burmayli deb. Ba'zan odamlarning xarakteri to'satdan o'zgarish bo'lib qoladi, davolg'ish bo'ldi. Ba'zilarniki boshqalarning ota-onalarining kelayotganligi, mush Dershtayday televiziya stansiyasining odamlari mush butun yer kelyotdi. Kelganlarning videolarini evatib qo'yganda bu tashviqot, bu Xinjiang, Dershtayninki odamlarni sirtqa chiqaramda. Ular degan qaysi yana buyrug'i bilan tashviqot qiladiganlar chiqalamda. O ba'zilarning ota-onasi kelgan, ba'zilarning yana birimiz kelgandiki, ba'zilar qo'yib, biz mush jim o'ltirib olsak, bir odamni biz hech nimaga zo'lamaymiz. Ammo qilayotgan yo'limiz to'g'ri bo'lgandikin, to'g'ri yerda to'g'ri odamlar bilan uchrashganga Allohga shukr. Allohga shukr. Po'xyab o'ltamig'imga Allohga shukr deyman. Endi bir deyish baqayli. Masalan, do'ppini miyaga qistirib, ayaga, bu yerga evatib, buningga keygizib, oshta qilib Uyg'urni tunitib 74 yil ketibdi. 74 yil. Onundan keyinchi qanchalik chiq odamlar beqilyotdi bu da'voga. Menga birinchi ayninki
17 kuni birisi telefon qilib, ularni jambaq qilib qo'ysingiz mamdo deb turib gaqildi. Ovozimni olmang deganda gaqimay o'ltirib buning va'da berganim yo'q. Eng oxirida dedim, ovozingizni oldim deb. Chunki odamlarning ovozini olmasa tenib olgan chaqda "Manda" deganda deyishdan yonmaydi, shuning o'sha ovozni apli qo'yma. Burundan tatib mush refaga men meningdan nima so'rgan, biz paranglashgan mush odamlarning hammasining ovozini apmanman. Birma ovoz kam emas. Mayli Shuhrat Ushur bo'lamdi, kim bo'lsin. Bu menga odatga aylanib ketgan. Shuningga bularni jambaq qilib qo'ysingiz mamdo deydi. Kimni desam, bu lagerchilarni deydi. Nimishqa? Men nima dedim ularni? Yolg'on dedim shu. Chunki lagerda yetib baqqan haqiqatan Uyg'urlarga qarshi, Uyg'urlarga maxsus nishonli qirg'inchilik olib berayotgan Xitoy, o'sha nishonli qirg'inchilik maydonida turgan, sinoq maydonida turgan, halol organlarningki nimasiga ko'rganlarmi barkan, ba'zilarinikida davatudu Xitoylarmi, ashlarning qurboniga aylanganlar bo'lsin, mushlarni Xitoy chiqatamda sirtqa. Agar aqlushimiz ozroqli joyida bo'lsa, mushuninga javob topa olamiz. Nima deb xalqaradan bizga ovoz chiqarmaydi ba'zan narsalar kelganda, bo'pti Uyg'urlar uchun ozroq bo'lsa-mu yaxshi ish qilyapti deganlarga chiqilmadik, gaqimidik, nima narsalaring bo'lsa o'tirib chiqib baxmidik. Lekin maningda davotida jambaq qilib qo'ysingiz mamdu, Amerikada jambaq qish tez. U da uyda o'tirib qanday jambaq qiluldi deydi, ishlamamdi. Desem, yo'q deb turib qo'yibdi. Bir kishi uribdi ekan menga. 1-ayning 17-kuni. Anarkalik Murodil deydigini. Madinay Bavdunning hadisining Hurriyat Bavdunninki o'g'limish. Mushundaq o'zinglarnikini o'zinglar ochsizlar oxiri kelgan chaqda. Agarda naqsh usul bilan bir millatni qutuldirg'ili bo'lgan bo'lsa, qutulib ketadiq. Onun ustiga xalqaro bir yer usul o'ynamaysizlar-ku. Ba'zilari va boshqa millatlar ham usul o'ynaydigan naqsh aytadigan. Sovet ittifoqi parchalanishning oldida o'shunda O'zbekistondagi yerim Uyg'urlar, anandikin yana Uyg'urlar o'shunda usul, naqsha o'shunda tinmay o'shdaq bo'lib ketibdi-ki. Nima sababligini bilmaydi-ki. Men siyosatda o'qigandan boshlab ba'zan bir materiallar bilan uchrashishga imkoniyatim bo'ldi. U jarayonda Sovet ittifoqining parchalanish jarayonidagi ba'zan bir o'sha davlatlarningki keyin mustaqil bo'lgan davlatlarning xalqlarining ichida o'sha mayli naqsh cho'p ketgan, usul cho'p ketgan to'satdan keyin yo'qolib ketdi ular. Ashundaqlarning oynib ketganligi ustida materiallar borki. Anadikin hozir hamda Xitoyningki bilan selishtirib turib qilsangiz o'xshash. Uyg'ur tilliklar usul o'ynaydi, Xitoylar usul o'ynaydi. Vatanning ichida Uyg'ur buning bilan birlashib turib, amillatga tegib, muomalatga tegib, u o'zining shaxsiy ishi. Ama aşında holatda usul o'ynab naqsh etib, duttachilik tunagan birisi bir Xitoyning Uyg'urga tekkan bir Xitoyning duttachilik oltağın aşındaq bir nimasini evatibdi. Shuningga qarab, dedim, Mitu, ayni vaqtdagi Mitu'mu shu mushlarninkiga ovoz qo'shganda hamdi. Anadikin mushu 7-ayning 5-idagi 2009 7-ayning 5-idagi har xil videolarni burun Weixin orqali sirtqa chiqarilgandi deb turib bekchiqlar ashtaq dedi. Qanda chiqargan bo'g'idi dedim. Agarda vatanning ichidan oshunda narsalar ochiq-oshkor sirtqa chiqarilgan bo'lsa, rost, mashallah. Biz vatanda vaqtimizda mashallah, inshaalloh demaydik. Xudoga shukr deydik. Bizningki madaniyatimiz bilan din shundaq giralishib ketgan. Biz unda tillarni, u tilni ishlatmasak biz musulmon emas demaymiz. O sirtqa chiqqandagi ma'ni chuqurmashda deyish kerak. Rahmatullohi barakatuh demisi bo'lmaydi. Mundaq buningki tashviqotning nishoni nima? Nima shu mushtaq qildi degan ustida ozroq o'sim izdan baqsak javob topa olmaydik. O'zimizni yo'qitib qo'ygan asosda davomi yo'q,
nişan başqacha, muştaq bo'lib ketish bizning mushu hozirgacha muştaq söylep yurishimizga sababchi bo'lgan. Azroq bo'lsin savol qo'yish degan narsa yo'q. Tunagi men bir sonimizda so'zlashib qolgandim. Bir ba'zilarni ham deylik, o'rinsiz deyli. O'rinsiz boshqalarni hamda xato qarlab qolgan bir ish bo'lib qolmasin debmi o'ylab qolaman degandi. Men jiq qilolmadim. Chunki men hamma narsani bir odam bilan o'rtoqlashamayman. Biz hammamizning o'zimizning qilayotgan ishimiz va nishonimiz to'g'ri bo'lsa bo'ldi deb turib, bir-birimizningki ba'zan narsalarni o'rtoqlashmaymiz. Sababi to'g'ri ishim tikilmaydi. Odamlarning ishi bo'lmayotgan yerda ba'zi burunlarda 2018 ni yoqi billa menayotgan bundoq bir odamlarning ichi g'alati ishlar bo'lgan chaqdalar, jim o'ltiray, mushlardan orliq saqlay deb ketgandim. Ba'zilarni to'sapim baxtim. Bunda qilma, ba'zan tashkilotlarninkida masala bor, hammani digilolmaydi chunki hayajonlab ketgan bir yerda davitib solsa, "Ha, palonchi bunda deganda" deb o'ltasa, yana bir muncha bir xapliqlar, jidallarga qarshi tarafni sabab chiqib qo'ymay deb gapirmayman. Faqatla ba'zan bolalar bilan biz jiq gapirishmay, onda-sonda gapirishib qolsaqmi, lekin shunda tez ma'lum bir nuqtada o'rtoqligimiz bo'lganligi uchun paranglasha olamiz. Sababi sening nachar emasligingni bilaman. Ba'zilar bor, to'satdan bunda tatlab baqirganlar bor. Sizlar o'ylab beqinglar, Uyg'ur onalari. Burun qandaq onalar o'tganka, burunqi vaqtlarda. Biz hozir nima ish qilyapmiz? Ba'zan bir so'rinlarga sabab cho'p qilib, so'rin cho'shqilariga tamoq berib o'ltag'icha, jim o'ltagan bag'u ayada ashundaq nachar odamlar bilan bir sapda mangandan ming a'la jim o'ltaganlik. Men hech narga so'ringa bormayman. Bir yerda so'rinda rasmim chiqib qolsa, voy, ikkinchi to'rga chiqmayman. Ikkinchi. Men palayada manda odamlar bilan o'ltirib sapdim, g'it qisib uyda o'tirman, texmo deb chiqmayman. Bir so'rinlarda o'zinglar yeb qilib, onu qilib, buni qilib, ba'zi narsalarni evatib yig'lab ketisizlar. Men deyman, mushuni yig'ilganning o'rniga ash qarshi tarafga gap qilsam-da, nima uchun meni manda qilib qo'yding? Meni ichiga chiqarib qo'yibsan. Men faqat ashak mandaqli bir bog' uchdim, deb o'zingiz dedim. U ishga men aralashmayman. Agar dava millatga olsun bir azroq olsa as qo'shiman degan bir odamlar bo'lgan bo'lsa, Abduvali Yasin ko'chada 2 yil qolmaydi. Beqish topmay yurmaydi. Talay ishlar bor. Bir davlatning oldiga kirsangmi, men shaxsiy ishim bilan harom bo'lib ketma bir yerga kirsam. Shaxsiy ishim bilan hech qanday odamni avar qilmayman. Masalan, aşağıdaki bir davlatninkiga ehtiyojim tushib, bir ishda mushuning bir yordam kerakdi deb kirsa, hargiz men vatanim uchun yordam so'raymanki, hargiz ezib shaxsiy bir ishim uchun mo'chal so'ramayman. O'ylab beqinglar, onalar, chet elda oz onalar emas. O'ylab beqinglar. Bolalaringlarni usulchi, naqshchi, u yerda so'rinchi, hech bo'lmaganda axloqiy jihatdan bo'lsin bir igi olsanglar bo'ladi. Ba'zan narsalarni evatib qo'ysa, nomusga kerak darajadagi bir ko'rinishlar. O'ylab beqinglar. Men madasini mushunchalik deb qo'yay. Solih Xudoyor, G'ulomkam tunogin imzo to'g'riliq bir video ishlabdi, chaqiriq qilibdi. Agar mumkin bo'lsa, ahlushimiz joyida bo'lsak, mushu amdimi yana so'rlib yurishga rozi deganlarga emas, amdi bo'lsin o'rnimizdan turayli degan onalar, singillar, erlaringlarga bo'lsinmi, ma'lum bir tashkilotlarni qo'llayotgan erlaringlarga tavsiya qilinglar, ma'naga ovoz qo'shayli, o'g'irlikchi berib yurmayli, mushtaq so'rlib yurmayli deb ovoz qo'shishga undanglar erlaringlarni. Azroq bo'lsinmi Uyg'ur qini bo'lsa, azroq bo'lsinmi miyalar bir qizalsa, midrapiqinglar yomon ketmas. Butun dunyoviy Xitoyga qarshi bir do'lqin qo'zg'aldi. Uni normal odam his qila oladi. Tijoratlari qanday qilyotidi?
Xitayning paychak bozorlari qanchalik bo'lib ketdi. Öy mülk şirketleri xalqaralıq öy mülk şirketleri nima bo'ldi? Manda bir o'ylab baqsanglar, ko'rib baqsanglar bo'ladi. Hech qandaq bir tilni bilmasangmi, qara. Google degan narsa bor. Nuri Turkil davatmapti, Nuri Turka. Aşınikini olsun angla, aşlar agishitganlar. Apırıp çaplab baqsang 50% bo'lsin to'g'risi chiqdi. Bir nimani anglab baqsa, bilsa, his qilib baqsa. Muşu Norvegiyadekilarmi? Do'xninki emas, boshqa bir tashkilotlarmi bor aqasing. Mayli sening nimani o'tirg'i tashlab etdim deb tahdid qilsin. Mayli kesal, mayli nima bo'lsin. Qo'rqmay o'ltirib chiqib, mani bir men imzo qo'yay, mani bir ovoz qo'shib qo'yay, tashkilot sufiti bilan deb ovoz qo'sh. Agar sening bir narsalaringni o'tirg'i chiqarib etsa, yoki bir zitingga tegidan bir nima, mana meni izla. Men hukumatga uddul akirma aqasingni. Uddul akirma. Tahdidga uchursang, mushunda bir narsalaringni mundaq qilaman desa, men akirma, meni izla, bevosita izla. Messengerda izlasanglar men bor. Men seni Norvegiya hukumatiga akirman, munda bo'ldi deb. Voy, agarda siyosatni boldir o'qigan bo'lsam, voy. Nimalarni bilmasdim-ey? Elim aqlim ishlab amdi olsun uyqumni echib tikanman men. Po'xyab o'ltamaptiman, Xudoga shukri. Men jiq odamlarni o'ylab qolaman. Mush elqi ekran ichib o'tgan bo'lsam, bütün mujmal odamlarning hammasini oqlab chiqatdim-ki, Xudoya saqlabdi. Voy. Men meni ekranga bir boshdan chiqargan bo'lsam, uningdekini elqi to'satdili paydo bo'lganlar, to'satdili oqiga o'rib tishligini boshlagan chaqda. Voy, birsimang bir degan Ma adam bunda adamdi Zumratxon bor bu diqqat qilsangiz bo'ldi desa, yo endi o'ngishilib qolgandi. Ularmi bir nima qilayotgandi deganlarning ichida men batdim. Uningdagi bir nima qilayotganlarni texnik o'qib ketdik. Eliq kitoblarni varaqlasangiz, eliq kitobning ichidagi narsalar. Voy. O'zing deydi ekansa, appang kagini bormi, dadang kagini bormi, bog'ining bormi, palanchi pokunchilar bilan ko'rashkining bormi? Hammani o'zing deydi ekansa, chunki inglizchani haq Uyg'urlar o'qimaydi. Mash inglizlarga qilsak biz mushundaq bir millat deb turib ko'rsatish uchun bular shundaq qildi ekan. Lekin eliq kitobni varaqlasang, varaqlarning ichida voy. Voy. Nurg'ulg'an narsalar, uchurlar o'zlari orqali hozirga qadar mushu to'rda tapqili bo'lgan narsalar bilan o'rtoqlashdik to'rda. To'rda tapqili bo'lmaydigan narsalardan emas. To'rda tapqili bo'lmaydigan narsalarni biz o'rtaga chiqarmaymiz. To'rda tapqili bo'lganini chiqaramiz. Sen hech narsa ilib olamaysan vaqtida. Men yangi chiqqan vaqtimda Amerikadan bir adash chiq paranglashmaymi? Hozirmi paranglashmaymi? Bir adash mağaçta degan. O'zininki jiq odamlarni biladiganligini, o'y so'rovlarda o'ltirib baqqanligini, ammo o'tirg'i chiqolmaydiganligini siz singlim to'g'ri qilyapsiz, ammo ma ikki so'zni ishlatmang. Manda ishga diqqat qiling deganda u ayol, hadi darajadagi ayol. Gerçi mening do'stim emas, yaqinim emas, lekin Aşının deganning to'g'ri ekanligini men tomga chaplab qo'ygan. Har qitimda qarab qo'yma. Faqat shu narsani dastlab baqmadim hozir qadar. Degan narsani bir odam to'g'ri sizga yo'l ko'rsatsa, shuning diqqat qilasiz. Shuning uchun har qanday mehnatchilikning yanida men yo'q. Hargiz. Ballarimni yiqillatmayman. Ballarimning g'amini yeb ketadiganlar bor-ku. Yiqillatmayman. Sen kim, men kim deb bilma. Chunki men to'g'ri yo'lda meng'atamdim. To'g'ri yo'lda har qanday odamga tetiy olaysa. Chunki mehnatchiliging bo'lmagandikin. Bizmi qizil bayroqning orasida cho'ng bo'lgan. Voy maktabdan oyt aktivdik. İdardan chiqib, anadagi sirtqi chiqatdim men. Men agarda bira Abdulmurayda birasining boshlig'ining bollari yoki bira yana cho'ng nazorat darajasiga boshliqlarning bollari bo'lgan bo'lsam, g'it qisib o'ltiratdim. Yomon ish qilmasammi, yaxshi ish qilmasammi,
Yama iş olsun qilmaydim. Jimda o'ltirdim. Agar azroq bo'lsa, vicdanın bo'lgan bo'lsa, o'ylab baqsan mening gapimni. Yillarcha so'zlab keldik. Derslarni chiqarib keldik. Ve qildiganlar chiqdi. Nima uchun sakraydi? Her bir davlatda o'xshamagan partiyalar bor. Bu shu Norvegiyadami o'xshamagan partiyalar bor. O'xshamagan partiyalar o'xshamagan odamlarni qo'llaydi. Her bir davlatniki demokratiyachilari bor, o'chi-bo'chilari bor, lekin bir davlatni menda bir cho'ng bir narsa tutib turdi. O bo'lsin qonun. Davlatning asos qonuni bor. Anadagi hamma yerda u yerda birlik bo'ladi. Birlik bo'lmaganlar andaqlarni qo'llaydi, mandaqlarni qo'llaydi har bir davlatda. Amerikada ham shu. Ba'zan narsalarni o'tirg'i chiqarmaslikqa nima sabab bo'ladi deganda buzg'unchilar bor. Chunki heliqi voy non yegizgil qo'ysangiz, jomboq qilib qo'ysangiz manda deb ko'pab so'zlab ketgan heliqi bir erga o'xshash. Ular jomboqsa, vatandagilar qanday qiladi degan gap yo'q. Ba'zilaringlarning g'ish poxlaringlarni o'tirg'i chiqarmaslikqa diqqatni burmayli, bo'pti deb turib o'ylaymiz. Bek zo'r ziyon ekanmaganlarga jim turib olamiz, gap qilmaymiz. Ammo buningmi cheki bor. Haddidan eshib ketgan chaqda majburlaysa vaqtida. Biz ba'zan tashkilotlarning ba'zan narsalarga ovoz qo'shdik. Chunki u manfaat bizga to'g'ri keladi. Rost. Lekin u tashkilotning odamlarning kaynida qandaq ishlar bor, yoshiringan bo'lgandan keyin uni uqulamaydi ekan. Keyin birdan ichkidan chiqqandan keyin deb deb qo'ydik ba'zilarga. Voy diqqat qilili, beka poqqa bizni tang teyilmayli deb. O yo'q, mash poqni tang dastlab petig'lab o'ynayman deganlar, u mayli, marhamat deymiz. Bo'lmasa jim turdi. Ba'zanlar bor to'g'rida, bu men rost bilmaydi ekanman bunda ishlarni, bu deganlar bor. Ayrim paranglashib qo'yamiz. Bilmagan manda ishlar bor deb. Ba'zilarni o'tirib tashlash kerak ekan, to'qada desingizmi? Men ba'zilarga dedim, hammani tashlab avvar bo'lib qo'ymayli dedik. O shunchalik haq o deb. Aşı Wang Wenbing'ninki o'tirg'i ayliqini, eliq kampitchinikini yana chiqiribdi. Yana ashunda. Oy, eliqi, men Norvegiyadan chiqqan eliqi din to'g'riliq eliqi burmulagan kitob deganimi. O'shimi nima uchun jimjit yo'qib ketdi? Bayqabli qolsa yo'qib ketadi debli bitimiz. Shuni ular yo'qib ketdi bu narsa. Jimjit. Bayqamagan narsa anadikin bu texmi aynıydı. Eğer aklışınız joyida olsa, azroq izlansangiz, to'rda hamma nima bor. Hamma nima bor. Uyqumuzni azroq olsun açayli, Uyg'ur onalari, bolalarning peshanasida moshundoq pop ketmasin desanglar, azroq olsun azroq olsun tirishinglar. Erlaringlarga olsun eliq sorundan ayrılsanglar ölmeysizlar, pokizroq yeysizlar tamoq deganni. Aşı sorunda yemisi bo'lmamda adam degan tamoqni o'zinglar etib yemmamsizlar. Hamma tamoqni etib yegil oldu. Mushu har bir to'rda bir tamoqchi sayıplar bor. Uyg'ur tamoq etib yelaydigan millat-ku. Uni ko'rmasangmi? Sababsiz emas. Xitoy birlik sapning degan har xil narsalarni chiqaradi. Malakash oshxona ochadigan millatga deb nim qiladi-da, shunday ta'sir berdi boshqalarga. Oshxona ochadigan bir millatga deb, yeydigan bir millatga, cho'shq mijoz millatga deganga o'xshash. Usulli o'ynaydigan millatga deganga o'xshash. Kim teatrda paxtachilikda bunda bir videoni elib deb turib o'shunda videolar chiqdi. Ey o'ylab beqinglar, o'zinglargimi, bolalaringlar yeninglardan rasmga tortib qolmasa, maxsus tushmasanglar, kim teatrda undaq rasm tortadiganqa sababsiz emas u deb turib, bunda bir o'ylab beqinglar, do'yin po'yindagi ba'zan bir rasmlar, bu videolarni qarab baqsanglar, u teatrdan bir odam bor, ani videoga oladigan. Bo'lmasa qondoqsigimi undaq hech qanday qing'irmay o'ltirib rasm tortilamda, videoga chiqamda. Agar axloshimiz joyida bo'lsa, ozroq olsun izdan baqmiz, izdansangiz to'rda hamma nima bor. Burunqi vaqtlar emas u. To'r degan ajoyib yaqin qivatli uchurlarga, jiq bilimlarga yaqin qivatli odamlarni. Bundan keyingi urush, qandaq urushlar bo'ladi qarab beqinglar. O gumbonshitib atmaydi hech qandaq yerda. Burunlarda
tor üzülüp qalsa, telefonmu üzülüp qaladigan undaq holatni hozir undaq emas. Elon Musk'niki ko'rgansizlar. Jiq narsalar siz o'ylagandek emas. Şahmatlar o'ynalyapti. O şahmatlarni qandaq o'ynayapti, kimlar orqali o'ynayapti, siyosiy yo'llar o'zlari o'tirib chiqib olmaydi. Ba'zan bir riyosatchi, masalan Putin bilan ko'rishib keldi-ku. Ba'zan bir tijoratchi, kasb mandaq uchur vositalari bilan shug'ullanadigan har xil odamlar orqali ba'zan bir uchurlar sirtqa chiqadi. Agar axloqingiz joyida bo'lsa, biroz ko'ring, ostida boshqa tildagilarimi chiqib qolar. Yanalar analarga, Uyg'ur analarga deydiganim. Appanglarning yig'isini, dadanglarning yig'isini yig'lab o'ltamay, eringlarga o'simi, hey, sen bir odam bo'lgandikin, manda qil, ma sorundan neri turayli deb bo'lsimi, imzo tashlashga, tashkilot sifati bilan imzo tashlashga ishtiringlar, haydakchilik qilinglar, erlaringlarni. Qarindoshlarim, bugun bu yerga so'zlab qo'yay. Rahmat sizlarga.